Do'mbirotiga o'sha obyektimizga keldik. Bittasi samotok sistemaga qo'yilgan, bittasi o'sha zakritniy sistema topli polga qo'yilgan katyol. Ko'pchilik o'shanda mansardagi yig'ganimizda, PAUK sistema qilganimizda bu sistema ishlamaydi, boshqa deb gapirishuvdi, lekin bu katyol shunaqangi cho'tki ishlayapti, samotok sistema. Uy egasi ham qisqasi xursand, maza qilib ishlatayotgan ekanlar. Даже mana bu palov atapleni kerak emas, buni yoqmadim, foydalanmadik. Mana shu katyolni o'zi yetyapti deb aytyaptilar. Men o'zim ham uyga kirib ko'rdim, hozir uyga harorat vobshem klass. Undan tashqari ko'rib turganingizdek polagi va 180 litrli boiler qo'yilgan, bo'tga ekonomichni hammasi ko'rib turganingizdek qo'ziqorinlar bilan qo'yilgan bu. Bor-ku, mana tepaga kelgan bitta qilib turib yig'ilgan. Mana gaz nakapitel, o'sha paytda qo'yilgan gaz nakapitel, hozirga kelganda o'sha bo'ya tayyorlari bor. Agar sizlarga mana shunaqa gaz nakapitel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu gaz nakapitel ham primoy ursa qotib qoladi, ishlamaydi deyshadi-yu, mana. Ishlab turibdi. Bunga 2 yil bo'ldi. Mana shu narsani qilib berganimizga 2 yil bo'lyapti, inshaalloh. Lekin mana hammasi cho'tki. Ko'rib turibsizlar, katyollar dahshat ishlayapti, lekin hali mana ko'ryapsizlar, palov ataplinalarni pogrujnoylar ulanmagan. Mana bu samotok sistemani o'zi qisqasi yoraveryapti. Agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toplinomga murojaat qilishingiz mumkin.